Heyo barchalaringizga assalomu alaykum, sizlar bilan Sadur Fire kanali. Bugungi videoni boshqasi ko'rib turganingizdek, bugun Free Fire keladigan yangi eventlar, yangiliklar, yangi обновлениялар va tekin pulli barcha sovg'alarni ko'rib o'taman. Sizlar bo'lsa, mehnatimni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz esa boshladik. Hozir o'yinda tekinga skin berilyapti, AUKka, bu ham normalni, ot bor. Bunaqa qiziq cho'tki ot berilyapti. Yana bir ikkita narsalar bor. Mana bu deydi. Lekin bular hali hammasi emas. Bizda yana tekin beriladigan narsalar bor. Lekin ularni hali qachon berishi aniq emas, lekin aniq berishadi. Birinchi bo'lib mana shunaqa daska beriladi. Tepadan tushayotganda bemalol ishlatsa bo'ladi, normallik ko'rinadi. Mana bunaqa skin Aruja nomini bilmadim, endi shunaqa beradi. Yaxshi, mavzudan uzoqlashmagan holda keyingi yangiliklarni aytishda davom etamiz. Sizlar bo'lsa, как положено like bosib qo'yinglar. Keyingi yangilik bizga yangi evolyutsiya kelishi kutilmoqda Free Fire'ga. U qanaqa bo'lishini ko'pchilik bilmaydi. Mana u tabaga o'xshar ekan. 100% bu taba bo'lsa kerak, lekin qiziq bo'lyapti. Menimcha bunda 5 ta уровень bo'ladi, chunki quloq kiyganda ham 5 ta уровень bo'ladi. Bunda ham 5 ta уровень bo'lsa kerak, chunki baribir uncha zo'r aruj emas. Oddiy taba bo'lgani uchun 5 ta уровень bo'lishi mumkin. Keyingi yangilik bo'lsa, magiический kub, ya'ni o'sha sehrli kubmi, bir balo, o'sha 100 ta tangachalarga yig'ilib beriladiganga ko'pchilikka qiziqadi. Ya'ni kerak u narsa qachon yangilanishi. U hali bir yangilanmaydi. Yangi sezon kelsa yoki bir yangi обновление kelsa, o'shanda yangilanib turadi. Lekin har ko'p vaqtda ham yangilanmaydi. Keyingi yangilanish sanasi 24-iyun. O'shanda ham u yangi naborlar qo'shiladi deb aytib bo'lmaydi. Bir ikkita naborlarni olib tashlab, bir ikkita eski naborlarni qo'shib qo'yadi, tamom. Unday zo'r naborlar, yangi naborlar keladi deb maqtanib bo'lmaydi. Keyingi yangiligimiz bo'lsa, Free Fire 950 ga beriladigan sumka. Ya'ni mana bunaqa sumkacha. Ko'rinishi ajoyib, lekin hali 3D formatga o'tgandan ham zo'r bo'ladi. Agar sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, qachon paydo bo'lishini ham bemalol aytib beraman. Shunda qolib ketmaysizlar shunaqa tezkor yangiliklardan. Как-то нормальный sumkacha 950 ga berilyapti. Bo'ladi, chiroyli. Gazeta 10 dan 9 bersa bo'ladi. Kimga qanaqa bilmadim, lekin menga rostdan ham yoqdi. Bemalol olasiz degan umiddaman. Keyingi yangilik bo'lsa, bu boratingni обновлениясida qanaqa kiyimlar, qanaqa narsalar keladi, o'sha hammasini ko'rsatib chiqaman. Borating master chiqaringiz mana shunaqa sariq rangli kiyim ber ekan. Menga uncha yoqmadi, endi sizlarga qanaqa bilmadim. Endi uncha yoqmadi menga rostdan ham. Kimlardir yoqishi mumkin. Bemalol o'zlaringiz olsalaringiz bo'ladi. Mana shunaqa har kuni o'ynalayotganga mana shunaqa loot box beriladi, o'lgandan keyin qolaykan. Shu davom ettiradi, qanaqadir skinlar, arujaga narsalar, mana bunaqa esimda yo'q arujani, короче, o'shanga skin berilar ekan, prostoy, mana bunaqa avatarkachalar bo'ladi. Endi master chiqsalar shunaqa avatarka beradi. Normalniy avatarkachalar ekan, lekin olsalaringiz bo'ladi. Bizda 11-oy mana shunaqa animatsiya keladi. Oxirgi odamni o'ldirsang, mana shunaqa narsa chiqadi, короче. Lekin juda chiroyli ekan. Bu 9 ta olmas, keyin 19 bilan o'shanaqa keladi. Ruschada bu колесо fortuna deyiladi, o'zbekchalar bilmadim. O'zbekchalar nima deyishini yozib qoldiringlar. Keyingisi 13-mayda bo'lsa, mana shunaqa kulaklar kelar ekan. Bu ham shu колесо fortunaga keladi, juda chiroyli. Olsa bo'ladi, arziydi. O'sha kitobdan foliant deydimi, o'shandan keladi. 15-may asosiy nabor chiqadi, legendarniy nabor. Hozir unga bo'lyapti, tanlashmi, o'sha chiroyli raqamlarni olish bo'lyapti o'shanga. 15-may kuni bo'lsa, olsa bo'ladi, jackpotlarda paydo bo'ladi. 19-may kuni bizlar shunaqa oldiski Luchi Lyupmima o'sha короче skini kelar ekan, emotsiya. Yana bir nechta zo'r emotsiyachilar keladi. Yana keyingisi 23-may kuni bizlar mana bunaqa
o'g'il bolaga xuddi qiz bolanigidek kiyim kiygizib qo'ygan nabor keladi. Menga bu umuman yoqmadi. Eskisi normalniy edi, sochi faqat yaxshi edi. Qolgan joylari ham yo'qmas eskini. Faqat sochi normalniy edi-da. Endi kimga qanaqa bilmadim. Yana ot kallasimi bir bolachalar eski naborlari bor edi, o'shalar ham kelar ekan. Tak, 26-may kuni bo'lsa mana shunaqa yam-yashil mahluqcha keladi. Yana o'ziga stenalari bilan yana bir nechta qiz bola kiyim. Bu ham normalniy, eng qizig'i tepadagi aytgan o'g'il bolaga qiz bolacha nabor bilan ikkovi bir xil jetonchaga keladi, yig'sa bo'ladi. Lekin bu yashil naborchalar menga yoqdi, juda normalniy ekan. Olsa bo'ladi, nima olmayman baribir, menga kerak emas, olmasim yo'q. Buguncha sizlar bilan shular bo'ldi yangiliklar. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishadi. Xo'p, mayli. Sizlar bilan shular edi, xayr.